Xo'sh, men bugun oddiy bijimaniya qilish uchun mir so'zlab qo'yaman. So'zlar xo'sh, mana endi uyimizda so'zlab bo'lishini 1,5 soat kutamiz. Taklitchi kutaveramiz. Yaxshi, juda tez so'zlar bo'lyapti. Xo'sh. Xo'sh, bolalar, men kompyuterda o'ynaydi o'ynamaylar, chunki men telefonda o'ynayman. Bu sichqoncha qayerdan keldi desanglar, xullas men fizikani buzdim, fizika qonunlarini. Xullas telefonda sichqoncha bilan klaviaturani uradim va oddiy Minecraftni telefon versiyasini kompyuterga o'tkazdim. Shu erbitarlarimiz ham oddiy kompyuterda yo'q qoladi. Hatto F5 funksiyalari ham qo'shilgan. Hatto Q ham qo'shilgan. Xo'sh, mana Q. Bu bizga kerak emas. Mana to F1 funksiyalari ham qo'shilgan. Xullas, barchaga salom do'stlar. Bugungi videoda men sizlardan xo'sh, MBY. Xo'sh, bugungi videoda biz oddiy bijimaniyani qilamiz. Xo'sh, bu oddiy bijimaniya bo'ladi. Lekin baribir oxirigacha ko'ringlar. Xo'sh, qani unda go. Xo'sh, mana ermitarlarimiz ham xuddi haqiqiydek bo'lgan. Xo'sh, bu hozir bunday tursa normalda. Xo'sh, bu yerda endi daraxt chopamiz. Yaxshi. Men yana mod qo'shgandim kerakchi. Xo'sh, bu modning nomi modlar ustiga narsa ko'rsatadi. Shunaqa narsa belgicha xullas kerakchi ko'rsatadi-da. Xo'sh, mana shunaqa narsa ko'rsatadi. Mana hatto mana bu toshbaqajonni ham, toshbaqa akamizni ham boshiga mana shunaqa narsa ko'rsatadi. Yo'qol. Xo'sh, endi esa bu testga stokchani qo'yamiz. Xo'sh, bu bizga kerak emas. Nicho. Mana xo'sh. Nega buzilgan mayli, e'tibor qilmaymiz. Shunaqa gaplar bo'ldi. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Xo'sh, yaxshi. Xo'sh, endi esa tankirga bitta tapol yasab olamiz. Xo'sh, mana bu bizga kerak emas. Xo'sh, yaxshi. Xo'sh, joylashtirib olamiz. Yaxshi. Endi esa bu yerdan astagina mana tepaga joy ko'rsatadi. Shu buratanimiz bandiraydi bu. Va
Muhtemelen efektlerini koşuyor. Yani ölülen efekti. Xullas mana ko'rishinglar mumkin. O'liklar effekti mana mod ulesdi. Shunaqa yo'qolib qoldi. Ну, mayli, ketdik bo'ldi. Go, let's go. Sizlarga mana shu modlar kerak bo'lsa, o'rgatishim mumkin. Albatta, kommentariyada yozib qoldiring mana shu bu animatsiyalar berishni, qayerdan o'rganimni, moblarni qanday qilib o'rganligini masalan, xo'sh. Shunaqa xullas, sigir. O, bizda dojik karavot bo'ladi. Brat, endi siz mana karavotga xo'sh, bitta chiqish kerak. Sigir yo'q. Mayli, daraxtdan chiqamiz. So'lar to'lqin, yetolmayman. Aytgancha, mayatdan mod qo'shgandim, o'sha ishlaydimi, yo'qmi? Shuni tekshirib ko'ramiz. Oh yeah, ishlayapti. Xo'sh, qo'yiladi. Qo'l tapor bilan. Xo'sh, tayanch o'sidaga. Yo. Mana ko'rinamiz. Boshlandi shu mana shu mod. Shu modni albatta maslahat beritaman qayerdan olishni. Brat o'ylayapti. Bratni g'ayasi. Ular bechora Xudo rahmat deb ketdi. Amin Allohu akbar. Xullas. Biz qishloq topmaguncha qani ketamiz. Go. Qani go. Yurakay birikda daraxtlarni ham astagina chopib ketamiz. Chop-chop ketamiz. Xo'sh, yaxshi. Mana bu yoqqa daraxt o'rgayaman. Qorli zoma atak. Menga yoqmaydi qorli zomalar. Yo'qmagan. Xo'sh, mana bu brataning daraxtini ham astagina taydan chopamiz. Yaxshi. Xo'sh, normalniy. Nasriyapti. Xo'sh. Yaxshi. Let's go. Aytgancha bolalar, mana o'zim lichkam bor, ya'ni men sizlarga bir xil preview tayyorlab berishim mumkin. Oson, arzon 5000 so'mga tayyorlab beraman sizlarga. Ajoyib previewlarni. Bemalol zakaz qilinglar bo'ladi. Xullas, mana bu Daraxtjon akamizni ham astagina kechagina oh yeah. Biza daraxtlarni o'qimas ekan bular. Daraxtlar cho'plar, addushlar, daraxt cho'p. Xo'sh. Yana tekshirib chiqishimiz kerak. Qishloq topishimiz kerak addushi. Yaxshi. Yerda narsa yo'q. Bu akamiz bor ekanlar bu yerda. Mayli ikkala. Xo'sh, astagina bu brat akamizni ham astagina. Yarim qoldi ko'kayni olasan deng juratda. Xo'sh. Qo'shlarimiz bor o'zbek she'riyatda. Yo'qolib ketdi ular. Biza ochligimiz boshlanyapti. Qancha tez yugursak
tire yotmasdan ey. Xullas mayli. Biz 10 minutdan beri yurganimiz. Xush. Vay, şuna yomon ko'raman bo'lib. Bizga bular tosh kerak edi. Toshni Kichikroq qishloqcha kerak bo'ldi. Daraxt ham ancha-muncha daraxt biz taxlab qo'yamiz. Bu daraxt ham muammo yo'q. Odamdan kulibdi bular. Qanday qilib bu yo'q yo'l yo'q qish bo'lishi mumkin. Odamdan zo'rcha. Yaxshi bir shaxta o'rganlik yurishni istamayman bo'ldi. Yine sekin üstte düşüp oramıza Kızım yok, oralara yok. Yolla var. Bize kordandan yumul oramı. Yok maydı menga qor. Xullas, mana shunaqa. Bola, addushi beri kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki bizda juda ham tez 20 ta bitishda bo'lishimiz kerak. Lekin biz undan oldin o'zimizga kravatcha yasab olishimiz kerak. Instagram qanday o'chirdi? Bizga ne to'g'ri bu istak deganlar. Instagram şiddetli kravatcha yasab olamiz. Xush, yaxshi. Bitta pechka ham. ikkita yasab olamiz. Bize bize desem kunam o'tmaydi. Atak normal recepte spawn bo'yicha ketishimiz kerak uni. Iyisi bir tosh olamiz. Iloji borida ko'proq tosh olamiz. Xo'sh. Mana videoni hech qayerga qatmayman bo'lay. Videoni o'zi ketadi. Davom chiqishni xohlasang albatta kommentariyada yozib qoldiringlar bo'lay. Davomini chiqaring deb.
seferga bittaga biz qishlatolmasak, bu safar qishlatamiz albatta. Xo'sh. Va aytgancha kommentariyada yozib qo'ying, mana shu modlarni qayerdan topish mumkinligini man sizlarga albatta tushiy aytaman. Xo'sh. Networkga bizda tosh kirganmi? Mana kirgan. Bizda ochlik boshlanib turibdi. Ovqat yemasak nima biladilar? Bilinglar, shunga biz o'lamiz. Shunchalik ovqat yeyishimiz kerak. Pishib qo'yganlar albatta. Yaxshi. Xo'sh. Deyishimga olmasa bo'lmaydi. Nega yeyilmayapti? Jon. Mana endi yeyildi. To'qqilar nima bo'larkan yo'qqa? Qachon qimmatasi biz o'qiymiz. Bizda hozircha nima bor? Xo'sh, bir narsaga aytgancha men bitta mod qo'shganman. Bo'ldi, mana bu yon tarafda qarasanglar. Mana bu yon tarafda qarasanglar, aslahalarni kuchini ko'rsatib turasizlar. Yo. Xo'sh, kommentariyada bu safargi video qanaqa bo'lishini haqida yozib qo'ying. Men bu safar video bitta joy bilan chiqaymi? Xo'sh, yoki shunday davom etaveraylikmi? Shu kommentariy yozib qo'ying. Shu uxlash payti ham bo'lganda. Xo'sh. Quyosh botyapti. Uxlayman. Yo, uxla. Asablarim dosh bermaydi. Yoroni. Canım tapolma. Yoroni. Xullas, bermayapti-yu. Xullas, shunday video tugaydi-da. O'zgarib qo'yasizlar, yomg'ir ham boshlanib ketdi. O'zgarib qo'yasizlar. Xullas, like bosing.